Hechdan ko'ra kech yaxshi. Bugungi roligimizda 40 yoshdan keyin mashhurlikka erishgan o'zbek san'ati vakillari haqida aytib o'tamiz. Ubaydullo Omon. O'zbekiston xalq artisti Ubaydullo Omon kinodagi ilk rolini 21 yoshida ijro etgan. Aktyor 1972-yili oilaviy sharoiti sabab Buxoroga qaytib ketishga to'g'ri keldi. Yosh gvardiya teatrida rejissyor bo'lib ishlayotganimda Toshkentdan 2 xonali uy sovg'a qilishgandi. 2 qizim dunyoga kelib, yaxshi ishlab yurgan paytimizda Buxorodan noxush xabar keldi. Qaynotam olamdan o'tib qolganini aytishdi. Dafn marosimlari o'tganidan keyin otam rahmatli kelinning 7 ta yosh ukasi qoldi. Ularning biri nogiron. Sen qaytib qaynonangga qarashmasang bo'lmaydi degan. Shu gapdan keyin Toshkentdagi karyerani yakunlab Buxoroga ko'chib o'tganmiz, deydi aktyor Ubaydullo Omon. Aziza Begmatova. O'zbekiston xalq artisti Aziza Begmatova kinodagi faoliyatini 1989-yilda boshlagan. Ammo ancha yilga qadar uni asosiy rollarga taklif etishmagan. Shu boisdanmi unga 43 yoshga qadar mashhurlik baxti nasib etmadi. Bahodir Yo'ldoshevga 40 yilda onam bilan uchrashganim, uning gapirishi, fe'l-atvori haqida gapirib berganman. U bir nechta savollarni bergan. Keyin bilsam, u gaplarimni eshitib, xayolan checha obrazini yaratgan ekan. Bu rol menga nasib etdi. Bir necha yil davomida dublyorsiz uni ijro etdim. Haqiqatdan ham spektakl kutilgandan ham ko'proq mashhurlikka erishdi va meni butun O'zbekistonga checha sifatida tanitdi, deydi aktrisa Aziza Begmatova. Yodgor Sa'diyev. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev ham 50 yoshdan keyin mashhurlikka erishgan ijodkorlardan biri hisoblanadi. U kinodagi faoliyatini 1967-yilda Dilbarim filmidagi roli bilan boshlagan bo'lishiga qaramay, uni mashhur qilgan rol Asadbek hisoblanadi. Hozirgi yoshlari birdan mashhur bo'lib ketgisi keladi. Shaxsan men 43 yoshimda ilk davlat mukofotini qo'lga kiritganman. O'shanda rahmatli O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovga birinchi mukofotim ekanligini aytganimda qulog'imga men ham birinchi marta topshiryapman degandi, deydi aktyor Yodgor Sa'diyev. Zulayho Boyxonova. O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxonova xonandalikdan avval teatr aktrisasi bo'lgan. Filmlarda ham katta-kichik rollarni ijro etgan. Ammo ijodkor qo'shiqchi sifatida ancha kech tanildi. Ustozi Abduhoshim Ismoilov bilan hamkorlikda yaratgan Hay Hay qo'shig'i uni xalqqa yaqinlashtirdi. Ijodkor ushbu qo'shiq yaratilganida 44 yoshda edi. Shafoat Rahmatullayeva. O'zbekiston xalq artisti marhum aktrisa Shafoat Rahmatullayeva ijoddagi faoliyatini 1965-yilda boshlagan. Umri davomida Jizzax, Sirdaryo va Qo'qon teatrlarida faoliyat yuritgan. U kinodagi ilk rolini Masxaraboz filmida ijro etgan. Ammo aktrisaning xalq orasida tanilishiga Sevgunator filmi sabab bo'lgan. Rejissyor Abduvohid G'aniyevning Sevgunator filmi suratga olinganida aktrisa 66 yoshda edi. Filmdagi ijarachi ayol roli aktrisaga kutilmagan mashhurlik olib kelgan.